Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2019 yildan 2026 yilgacha pensiyaga chiqqanlar, pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin bo'lganlar va eng muhimi, sudda yutgan fuqarolarga pensiyani qayta hisoblash masalasi. Bu video shunchaki umumiy maslahat emas. Bu ma'lumot sizning har oy oladigan pulingizga, ayrim holatlarda esa bir necha yillik farq puliga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz 2019, 2020, 2021, 2020, 2023, 2024, 2025 yoki 2026 yillarda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz sud orqali ish staji, ish haqi, imtiyozli davr, zararli mehnat sharoiti yoki boshqa holatni tan oldirgan bo'lsangiz, bu mavzu sizga yanada muhim. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun qaysi holatda pensiya qayta hisoblanadi, qaysi holatda pul orqaga qaytarib beriladi, qayerga murojaat qilish kerak va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Avval eng asosiy savolga javob beraman. Nega umuman pensiyani qayta hisoblash masalasi paydo bo'ladi? Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Pensiya bir marta tayinlandi. Demak, shu raqam oxirigacha o'zgarmaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqilishi, qayta hisoblanishi, qo'shimcha staj qo'shilishi, ish haqi ko'rsatkichlari yangidan tekshirilishi yoki sud qarori asosida pensiya miqdori o'zgartirilishi mumkin. Avvallari amaliyotda fuqarolar ko'pincha nima bo'layotganini tushunmasdi. Masalan, odam 30 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda faqat 24 yil staj hisoblangan. Yoki ayol kishi bolani parvarish qilgan davr, o'qish davri, harbiy xizmat, zararli sexdagi ish, kolxozdagi mehnat, arxivda topilmayotgan ma'lumotlar sababli to'liq hisobga olinmagan. Natijada pensioner har oy kamroq pensiya olib kelgan. Bir qarashda farq 500 ming so'm, 300 ming so'm yoki 500 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin buni 12 oyga, keyin 3 yilga, 5 yilga ko'paytirsak juda katta summa chiqadi. 2019 yildan keyingi davr alohida e'tiborli. Chunki shu yillarda pensiya tayinlash ish haqi ma'lumotlarini tekshirish elektron bazalar arxiv ma'lumotlari. Sud qarorlarini ijro qilish bo'yicha amaliyotlar ancha o'zgardi. Kimdir eski tartibda hujjat topshirgan, kimdir elektron ma'lumotlar yetishmagani uchun kompensiya olgan, kimdir esa ish stajini faqat sud orqali isbotlagan. 2026 yilgacha bo'lgan davr haqida gapirayotganimizda, men aynan shu oralikda pensiya tayinlangan yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan fuqarolarni nazarda tutyapman. Eng asosiy o'zgarish shuki, bugun fuqaro menga shunday hisoblab berishdi, endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'tirib qolmasligi kerak. Agar hujjat topilsa, sud qarori bo'lsa, noto'g'ri hisob ko'rinib tursa, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish bo'yicha murojaat qilish mumkin. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Har bir holatda qayta hisoblash sanasi, ya'ni qaysi kundan boshlab farq to'lanishi masalasi alohida baholanadi. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Abdulla aka 2020 yilda pensiyaga chiqqan. U o'ldi 5 yil ishlagan, lekin pensiya bo'limi hujjatlar yetarli emas deb 29 yilini hisobga olgan. Natijada pensiyasi aytaylik 2 million 7 ming so'm bo'lishi kerak bo'lgan joyda 1 million 720 ming so'm qilib tayinlangan. Har oy farq 320 ming so'm. Agar Abdulla aka 2024 yillaridan qo'shimcha ma'lumot topib sud orqali 6 yil stajini tan oldirsa, pensiya jamg'armasiga sud qarori bilan murojaat qiladi. Shunda uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Lekin farq pulini 2020 yildan berishadimi yoki murojaat qilgan kundan berishadimi? Bu hujjatning mazmuni, sud qarorida nima yozilgani, qonunchilikdagi muddatlar va pensiya organining avvalgi harakati qonuniy yoki noqonuniy bo'lganiga bog'liq. Endi ikkinchi misol. Malika opa 2002 yilda pensiyaga chiqqan. U 1990 yillarda tibbiyot muassasasida ishlagan, lekin arxivda ish haqi ma'lumotlari to'liq saqlanmagan. Pensiya eng kam ko'rsatkichlar asosida hisoblangan. Keyin u sobiq ish joyidan yoki arxivdan oylik maosh haqida ma'lumotnoma topdi. Ma'lumotnomada uning o'sha davrda nisbatan yuqori maosh olgani tasdiqlangan. Bu holatda qayta hisoblash so'raladi. Chunki pensiyaning asosiy qismlaridan biri ish haqi hisoblanadi. Agar ish haqi noto'g'ri yoki past olingan bo'lsa, pensiya ham past chiqadi. Uchinchi misol, Rustam aka 2019 yilda pensiyaga chiqqan. Lekin 2023 yilda sud orqali uning zararli mehnat sharoitida ishlagani tan olingan. Bunday holat oddiy stajdan farq qiladi.
zararli mehnat, imtiyozli staj, maxsus ro'yxatlar, lavozim nomlari. Mehnat sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar pensiya yoshiga, stajga va ayrim hollarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Agar sud faqat shu korxonada ishlagan deb tan olsa, bu boshqa. Agar sud falon davr imtiyozli stajga kiritilsin desa, bu boshqa natija beradi. Shuning uchun sud qarorining matni nihoyatda muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqan va pensiya tayinlanganida barcha hujjatlar hisobga olinmagan fuqarolarga e'tibor qarataman. Agar sizga arxiv topilmadi, ma'lumot yetarli emas, bu davr stajga kirmaydi, ish haqi tasdiqlanmagan, lavozim nomi mos kelmaydi, sud orqali isbotlang deyishgan bo'lsa, demak sizning holatingiz tekshirishga arziydi. Ikkinchi guruh sudda yutganlar. Men bu yerda faqat pensiya jamg'armasiga qarshi sudlashganlarni emas, balki mehnat stajini belgilash, yuridik faktni aniqlash, ish haqi miqdorini tasdiqlash, korxonada ishlagan davrni tan oldirish bo'yicha sud qarori olganlarni ham nazarda tutyapman. Ko'pchilik sud qarorini olib qo'yadi-da, ish tugadi deb o'ylaydi. Aslida sud qarorini pensiya organiga taqdim etib, qayta hisoblashni talab qilish kerak. Sud qarori o'z-o'zidan har oy pensiyangizni oshirib yubormaydi. Uni ijro mexanizmi orqali amalda qo'llash kerak. Uchinchi guruh pensiya tayinlangandan keyin ishlashni davom ettirganlar. Ayrim fuqarolar pensiyaga chiqqach ham ishlaydi. Ish beruvchi ijtimoiy soliq badal ma'lumotlarni topshiradi. Qonunchilikdagi tartibga qarab ishlagan davrlar pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Bu yerda men ishladim, demak avtomatik o'shadi deb emas, balki rasmiy ma'lumotlar tushganmi, murojaat kerakmi, qayta hisoblash shartlari bormi, shuni tekshirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiyangiz tayinlanayotganda barcha ish staji, barcha ish haqi ma'lumotlari, imtiyozli davrlar to'liq hisobga olingan bo'lsa, sizga batafsil hisob-kitob berilgan bo'lsa, pensiya miqdori bo'yicha hech qanday shubha bo'lmasa. Albatta, har kuni yugurib yurish shart emas. Lekin men baribir kamida bir marta pensiya ishini ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Chunki xatolar ba'zan juda mayda joyda yashirinadi. Familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan. Mehnat daftarchasidagi sana noto'g'ri o'qilgan. Oylik ma'lumotnomada bir yil tushib qolgan. Korxona nomi o'zgargani sababli davr hisobga olinmagan. Keling, bir nechta hayotiy hisob-kitobni ko'rib chiqamiz. Masalan, pensionerga 2021 yilda 1.600.000 so'm pensiya tayinlangan. Keyinchalik 4 yil qo'shimcha staj qo'shildi va o'rtacha ish haq ko'rsatkichi ham yuqoriroq ekanligi aniqlandi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 1.900.000 so'mga chiqdi. Farq 300.000 so'm. 1 yil uchun 4.200.000 so'm. 3 yil uchun 2.600.000 so'm. Agar indeksatsiyalar ham to'g'ri qo'llansa, summa bundan ham oshishi mumkin. Mana nima uchun men bu mavzuni kritik muhim deyapman. Yana bir misol. Ayol kishi 2020 yilda pensiyaga chiqqan. Uning 2 farzandni parvarish qilgan davr bo'yicha hujjatlar chalkash bo'lgan. Pensiya bo'limi ayrim davrlarni stajga kiritmagan. Keyin u tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni to'plab qayta murojaat qildi. Agar bu davrlar qonun bo'yicha stajga kiritilishi kerak bo'lsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Bu yerda farq katta bo'lmasligi ham mumkin. Lekin har oy 100.000 so'm farq ham yiliga 1.200.000 so'm degani. Pensiya uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat puli. Yana bir vaziyat, fuqaro sudda yutgan, lekin sud qarorida faqat falon davrda ishlagani fakti aniqlansin deb yozilgan. Pensiya organi esa bu ish staji sifatida qabul qilinadi. Lekin ish haqi ma'lumotlari yo'q, shuning uchun pensiya ko'p oshmaydi deyish mumkin. Demak, sudda yutishning o'zi yetarli emas. Sudda aynan qaysi faktdan olingani muhim. Agar ish haqi alohida tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya hisobida faqat staj ta'sir qiladi. Ish haqi qismi o'zgarmasligi mumkin. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Qayta hisoblash har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Fuqaro qo'lida yangi hujjat bo'lsa, uni pensiya organiga rasmiy topshirishi kerak. Men arxiv ma'lumotini topdim, lekin uyda turibdi degan holatda hech narsa o'zgarmaydi. Hujjat kirim qilinishi, ariza yozilishi, nusxalar tasdiqlanishi va sizda ariza qabul qilingani haqida iz qolish kerak. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmang. Pensiya bo'limida sizga to'g'ri hisoblangan. Bu davr kirmaydi, sud qarori kerak emas, farq chiqmaydi deyishlar mumkin. Balki ular haqdir, balki xato qilishayotgandir. Men har doim yozma javob oling deyman.
Yozma javob bo'lsa, uni yuqori organga, sudga yoki mutaxassisga ko'rsatish mumkin. Og'zaki gapni esa keyin isbotlash qiyin. 3-nozik jihat sud qarorining qonuniy kuchga kirishi. Agar siz sudda yutgan bo'lsangiz, qaror darhol ijro uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Qaror qonuniy kuchga kirgan bo'lishi, kerak bo'lsa ijro varaqasi yoki tasdiqlangan nusxasi olinishi lozim. Pensiya organiga oddiy rasm yoki telefon skrinshot emas, rasmiy nusxa taqdim etiladi. 4-nozik jihat muddatlar. Qayta hisoblashda qachondan boshlab degan savol eng muhim savol. Agar xato pensiya organining aybi bilan bo'lgan bo'lsa, bir tartib. Agar fuqaro hujjatni keyin olib kelgan bo'lsa, boshqa tartib. Agar sud qarorida aniq sanadan hisoblash belgilangan bo'lsa, yana boshqa vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun arizada albatta pensiyamni falon sanadan boshlab qayta hisoblab, hosil bo'lgan farq summasini to'lab berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Faqat pensiyamni ko'rib bering deb yozilsa, talab noaniq bo'lib qoladi. 5-nozik jihat barcha sud qarorlari pensiyani oshirmaydi. Masalan, sud sizning 1990-1992 yillarda korxonada ishlaganingizni tan oldi. Lekin sizda staj baribir pensiya uchun zarur minimumdan ancha ko'p bo'lsa, qo'shimcha 2 yilning ta'siri juda kichik bo'lishi mumkin. Yoki ish haqi past bo'lgan davr qo'shilsa, pensiya oshmasligi ham mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni matematik jihatdan baholash kerak. 6-nozik jihat. Ish haqi ma'lumotnomasining sifati. Ba'zi ma'lumotnomalarda faqat ishlagan deb yoziladi, lekin o'lik ko'rsatilmaydi. Ba'zilarda yilma-yil maosh bor, lekin imzo, muhr, arxiv rekviziti yo'q. Ba'zilarida korxona nomi eski, lekin huquqiy voris ko'rsatilmagan. Pensiya organi bunday hujjatni rad qilishi mumkin. Demak, arxivdan hujjat olayotganda unda sana raqam, imzo, muhr, manba, shaxsning F.ish lavozimi, ish davri va ish haqi ko'rsatkichlari aniq bo'lishi kerak. 7-nozik jihat mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Ko'p odamlar mehnat daftarchasi bor bo'lsa, boshqa hech narsa kerak emas deb o'ylaydi. Aslida mehnat daftarchasida yozuv o'chgan, muhr ko'rinmaydi, buyruq raqami yo'q, lavozim noto'g'ri yozilgan yoki ishdan bo'shash sanasi tushib qolgan bo'lsa, muammo chiqadi. Bunday holatda arxiv ma'lumoti, buyruqdan ko'chirma, ish haqi vedomosti kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik guvohnomasi kabi qo'shimcha hujjatlar yordam beradi. Endi men sizga aniq harakat rejasini aytaman. 1-qadam. Pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, sud qarorlari, harbiy bilet, diplom, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 2-qadam. Pensiya organidan pensiya hisob kitobingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish staji, qaysi ish haqi davrlari, qaysi koeffitsiyentlar va qaysi hujjatlar asos qilib olinganini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Bu juda muhim. Chunki siz nimani tekshirayotganingizni bilishingiz kerak. Agar qaysi davr hisobga olinganini bilmasangiz, xatoni topa olmaysiz. 3-qadam. Hisobga olinmagan davrlarni aniqlang. Masalan, siz 1998 yildan 1993 yilgacha ishlagan bo'lsangiz, lekin hisobda faqat 1998-1990 yillar turgan bo'lsa, qolgan davr bo'yicha hujjat qidirasiz. Agar ish haqi sifatida past davr olingan bo'lsa, yuqori oylik olgan yillaringizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma topishga harakat qilasiz. 4-qadam arxivga murojaat qiling. Sobiq ish joyi yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar, viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arizada korxona nomini, taxminiy ish davrini, lavozimni, familiya o'zgargan bo'lsa eski familiyani, tug'ilgan sanani aniq yozing. Menga pensiyani qayta hisoblash uchun ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma kerak deb ko'rsating. 5-qadam. Sud qarori bo'lsa, uni to'g'ri rasmiylashtiring. Qarorning qonuniy kuchga kirgan nusxasini oling. Agar qarorda noaniqlik bo'lsa, masalan, qaysi davr stajga kiritilishi aniq yozilmagan bo'lsa, huquqshunos bilan maslahat qiling. Ba'zan qo'shimcha tushuntirish yoki alohida talab bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga rasmiy ariza yozing. Arizada quyidagilarni ko'rsating. Kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning F.ish yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana. Qanday hujjat asosida qayta hisoblashni so'rayotganingiz, qaysi davrni qo'shishni yoki qaysi ish haqini inobatga olishni so'rayotganingiz. Eng muhim jumla, pensiyamni qayta hisoblab
hosil bo'lgan farq summasini qonunchilikda belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Agar siz aniq sanani talab qilayotgan bo'lsangiz, falon sanadan boshlab deb yozing. 7-qadam. Arizani topshirganda albatta tasdiq oling. Agar pochta orqali yuborsangiz, buyurtma xat bilan yuboring. Agar elektron portal orqali yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar bevosita topshirsangiz, ariza nusxangizga kirim raqami qo'ydiring. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 8-qadam, javobni kuting va tekshiring. Agar pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, yangi miqdor qanday chiqqanini so'rang. Farq puli qaysi davr uchun to'langanini tekshiring. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi aniq yozilgan bo'lishi kerak. Asos yo'q degan umumiy javob yetarli emas. Qaysi norma, qaysi hujjat, qaysi sabab bilan rad etilganini bilishingiz kerak. 9-qadam, rozi bo'lmasangiz, yuqori organga yoki sudga murojaat qiling. Men har doim shuni aytaman, bahs qilish hissiyot bilan emas, hujjat bilan bo'ladi. Menga kam berishyapti deyishning o'zi yetarli emas. Mana bu davr hisobga olinmagan. Mana arxiv ma'lumoti, mana sud qarori, mana avvalgi hisob kitob, mana qonuniy talab deyish kerak. Shunda natija olish ehtimoli ancha oshadi. Agar siz sudda yutgan bo'lsangiz, birinchi ish qilib qarorni papkaga solib uyga qo'yib qo'ymang. Sud qarori pensiya organiga yetkazilishi kerak. Men ko'rgan holatlarda odamlar sudda yutadi, lekin 6 oy, 1 yil o'tib ham pensiya o'zgarmaydi. Sababini so'rasak, pensiya organiga ariza bermagan bo'ladi yoki faqat og'zaki aytgan bo'ladi. Bu katta xato. Sud qarorida aynan nima yozilganini diqqat bilan o'qing. Agar ishlaganlik fakti aniqlansin deb yozilgan bo'lsa, pensiya organidan shu davrni stajga kiritishni so'raysiz. Agar falon davr imtiyozli staj sifatida hisobga olinsin deb yozilgan bo'lsa, imtiyozli tartibda qayta hisoblashni so'raysiz. Agar pensiya organining rad javobi noqonuniy deb topilsin deb yozilgan bo'lsa, rad javob bekor qilingandan keyin qanday harakat bajarilishi kerakligini talab qilasiz. Agar pensiya organi sud qarorini bajarmasa yoki noto'g'ri bajarsa, bu alohida masala. Bunday vaziyatda ijro tartibi yuqori organga shikoyat, prokuratura yoki sud ijrochilari orqali choralar ko'rish mumkin. Lekin yana takrorlayman. Hamma narsa yozma bo'lsin. Telefon qo'ng'irog'i, kabinetdagi suhbat, tanish orqali aytilgan gap sizni himoya qilmaydi. Sizni ariza, kirim raqami, javob xati, sud qarori va rasmiy hujjatlar himoya qiladi. Yana bir muhim maslahat. Qayta hisoblashdan oldin taxminiy farqni hisoblatib ko'ring. Ba'zan odamlar katta umid bilan yuradi, lekin qo'shilgan davr pensiyani deyarli oshirmaydi. Ba'zan esa aksincha, kichikdek ko'ringan bir ma'lumotnoma pensiyani sezilarli oshirib yuboradi. Ayniqsa ish haqi ma'lumotlari bilan bog'liq holatlarda farq katta bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni e'tiborsiz qoldirmang. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday: 2019-2026 yillarda pensiyaga chiqqanlar, pensiya hujjatlarida kamchilik bo'lganlar, arxivdan yangi ma'lumot topganlar va sudda yutganlar pensiyani qayta hisoblatish huquqini albatta tekshirishi kerak. Pensiya bir marta tayinlangani bilan hammasi tugamaydi. Agar staj ish haqi, imtiyozli davr yoki sud qarori asosida yangi holat paydo bo'lsa, qayta hisoblash masalasi ko'tariladi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, pensiya hisob kitobingizni so'rang. Hisobga olinmagan davrlar bormi tekshiring. Kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling. Sud qaroringiz bo'lsa, uni pensiya organiga rasmiy topshiring. Eng muhimi, hamma murojaatni yozma qiling va javoblarni saqlang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yilda pensiyaga chiqqansiz? Qanday muammo bo'lgan? Sudda yutganmisiz yoki qayta hisoblashga urinyapsizmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir odamning emas, butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.